senga kuyov tayyor qizim. Qizimni ishonib sizga topshirdim. Uka, ko'ngling to'q bo'lsin. O'zi anchadan beri menga yoqasan. Bir oylik kelinligimda shu mitti farishta chalib boshiga yetishdi. Rayondan issig'i tushmayapti. Iltimos doktorga olib borib kelsak maylimi? Doktorga olib bormaysiz. Bor, chiqib qara, ukol qil. Issig'ini tushiringlar. Xudo sabr bersin. Bolani saqlab qololmadik. O'lgan o'lib ketdi. Endi tiriklarni o'ylash kerak, ahmoq. Tog'amni qizi bo'lsa ham, bunaqa ichidan pishgan aferistligini bilmagan ekanman. Bitta bolani ham eplab boqolmay. O'ldirdingmi shuni? O'sha onangiz bilan singiz qizingizni o'limiga sababchi bo'lishdi. Menga sendaqa xotini kerak yo'q. Yo'qot uyimda bo'sha. Yarim yildan beri gaplashaman, lekin yomonligini sezganim yo'q lekin. Bizni ko'ra olmagan qo'shnilarimiz shunaqangi gaplarni tarqatishgan. Ochiqni aytadigan bo'lsam, siz yoqtirib qoldim. Jahongir aka menga turmushga chiqing deb iltimos qilyaptilar. Voy, shuncha qiynalganing, yomon yo'llarga yurmaganing uchun taqdiri inomi bu senga. 4-marotaba homlamni yo'qotdim. Homlam ichimda chirib o'lib qoldi. Sizni ishingiz ham yo'q. Sen mendan o'g'limni ayirmoqchimisan? Men-chi anavi zebo emasman, tushundingizmi? Indamasdan qarab turaverasanmi, xo'jayim? Xotin quli. Sevimli seriallaringizning to'liq qismlari bizning Sini Media YouTube kanalimizda. Birinchilardan bo'lib tomosha qilish uchun sahifamizga a'zo bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishni unutmang. Iya, Zaynab, Qalaysan? Zebo, yaxshimisan? yaxshi rahmat. Qalaysan o'zi? Bo'ladi, yaxshi. Nima bo'ldi? Yomon. Bilasanmi, kecha bir bemor keldi. Shunaqa injiq ekan, shallaqligini aytmaysanmi? Tomirga tusholmayapmiz. O'zi ham nechta hamshira harakat qildi, tomirga tusholmayapmiz. Yo'q. Xudoyim, sabr bersin. Rosa shallaq ekan, bilasanmi? Baqir-chaqir qilib boshimiz og'ritib yubordi. Ha, men o'lsanda. Tomirim ilmi teshik bo'lib ketdi-ku, ukol qilishni ham bilmaysan. O'shami? Ha, o'sha. Mana yana boshladi. Zebosh, menga qara. Oramizdagi eng qo'li yengil sensan. O'zing qila qol. Qo'y, unchalik maqtavorma. Bitada tushasan-ku axir tomirga. Yo'q, unaqa injiqlarga toqatim yo'q. Iltimos, endi unaqa qilmagin. Rosa injiq ekan o'zi ham. Baqir-chaqirlariga chidolmayman, qo'ysin. To'g'ri, endi. Keldingizmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ana bu palatadagi bemorga o'zingiz ukol ursangiz degandim. Juda ham injiq ekan. Nechta hamshira kirdi, lekin tomirini topolmayapti. Xo'p bo'ladi, Akmal Turopovich. Mayli. Ana, tutilding. Men senga nima deyotgandim? Omad. Rahmat. Ha, Jahongir aka, kelib oldim. Rahmat. Zebo, yo'lda qiynalmadingmi? Aksiga olib bugun oqlik ketishimga to'g'ri kelib qoldi. Bo'lmasa o'zim olib borib qo'yardim. O'zi shundoq ham har kuni tashlab o'tasiz-ku. Bir safar metroda o'zim kelib oldim. Jajji Malikamni bog'chaga tashlab qo'ydingmi? Ha, u ham sizni olib borishingizga o'rganib qo'ygan ekan. Nega dadam olib bormayapti deb rosa yig'ladi. Ertaga o'zim olib boraman. U meni qizimda u. Voy, yana baqiryapti Jahongir aka. Tushunmadim. Senga kimdir baqiryaptimi? Yo'q, bir injiq ayol kechqurun kelgan ekan. Bosh vrach menga ukol qilib qo'ying, tomiriga hech kim tusholmayapti dedilar. Ha, shunaqa degan. Mayli, yaxshi, bo'pti, bora qol. Bo'pti, mayli, yaxshi ishlang. Assalomu alaykum. Hozir yana bitta to'poyni jo'natishdi. Bunisi ham tomirimi ko'lab topolmaydi. Keling. Sen? Siz? Ukolingizni qilishim kerak. Nima? Ukol? Menga qara. Sen ukol qilmaysan. Tushundingmi? Bor chiqib ket, boshqasi qilsin. O'zingizni bosing. Bolangni o'chinamoqchimisan, a mendan? Meni o'ldirmoqchimisan? Hoy, kim bor? Olib chiqib ketinglar. Baqirmang. Menga ukol Hech narsa o'ldirmoqchi meni. Baqirmang dedim, bo'ldi. Ukol solaman, bo'ldi. Kapelsa ulab qo'yaman.
Ki dunyoda ham qilmaysan qo'l deyapman. Bor chiqib ket. Hoy, kim bor? Qaranglar, meni o'ldirishmoqchi. Umuman meni xonamga kirmagin. Bilaman o'sha bolingni o'shini mendan olmoqchisan. Namuncha baqir-chaqir qiladi? Bilmayman. Kechadan beri ko'ryapsan, hammamizga baqiryapti. Merimni ekan bor o'zi ham. Voy, tuzi odam namuncha bunaqa shalaqlik qiladi? Bilmayman. U ayol oldiga boshqa kirmayman. O'zing kir. Bo'pti, ber, dorilarni ber menga. Bo'ldi, yig'lamagan qo'y. Arzimaydi. Balkim hozir bemorligi tufayli asabiydir. Mayli, siqilma, xo'p? O'zim tinch chiqaman, yig'lama. Zebosh, hali yig'lab o'tiribsanmi? Oy, tavba. O'zi ham rosa injiq ayol ekan boru. Eri ham yotib davolanganda bemalol tashlab ketibdi. Tavba-yu, o'zi ham bilasanmi? Injiqligi uchunmi bilmadim. Bolasi 4 marta ichida o'lib qolibdi. Bu 4-inchisi ekan. Unga bu ham kam. Voy, ne unoqda bo'lsa? Taniysanmi uni? Tushunmadim, o'zi nega senga tashlanib qoldi? Ha, taniyman. Ming afsuski taniyman. Men u paytlari qishloqda yashardim. Zokir aka, bo'ldi endi uyga qayting. Shuncha yildan beri Rossiyadasiz. Xudoga shukr, hamma narsamiz yetarli bo'lsa. Hadeb qo'ng'iroq qilib valdirayverma. Hali orzularim ko'p deyapman senga. Orzuga yetish uchun ozgina pul kerak. Qizimiz 2 yoshga to'ldi. Oxirgi marta kelganingizga ham salkam yarim yildan oshdi. Bu yoqda homilador bo'lsam, Men nima qilib beraman? Yoningda oyim bor, singlim bor. Tug'ishing yaqin boraman deyapman-ku. iltimos Zokir aka kela qoling. Uyda xotinini himoya qilib turadigan er bo'lmasa qiyin bo'lar ekan ayolga. Nima onam senga begonami? O'zingdan men bo'lsa, oyjon deb tilingni topib o'tirur. Hadeb qo'ng'iroq qilib-chi, inqillab asabga tegaverma. O'ynab yurganim yo'q bu yerda, pul topyapman. Pul ham o'lsin, oiladan ustun bo'lmang. Bo'ldi qil deyapman senga. Xullas, bu yerda sizsiz yashashdan charchadim. Siz kelgunizcha dadamnikiga ketaman. Pishirib qo'yibdimi otangnikida? Yo o'gay onang seni keladi deb ko'zi uchib turibdimi? Onam o'gay bo'lsa ham, otam o'zimniki. Nima? Sen ham qiyinchilikka chidolmay qochib ketgan onangning ishini qilmoqchimisan? Siz oyimni qilgan ishini yuzimga solmang. Bildingizmi? Men unaqalardan emasman. Bo'lmasa gapingni isbotlada, uyda jimgina o'tir. Tushundingmi? Nima? Jim o'tir. Qachongacha? Axir qachongacha onam qilgan ishi uchun men azoblanaman? Meni aybim nima? Bolalikdan shu gapni eshitaman. Erga tegsam qutulamanmi bu gap so'zlardan deb o'ylagandim. Afsus. Battar gap so'zga botsam botdimki, ammo qutulmadim. Balki onam o'z huzurini o'ylab qochib ketmaganida, yonimda bo'lganida bu oilaga uzib qo'ygan bo'larmidi. Ammengiz
Zeboni Zokirga so'rab yana keldi. Zokirga? Ha, Ey Zokir, bu betayin bolada bu. Qizimni xor qiladi. axir bilmaysiz-ku, yana kimdan sovchi keladi? Onasi qizini tashlab qochib ketgan deb. Ha? Qizi ham onasiga tortadi dedi. Qayerdan keladi bilmaysiz-ku sovchi. Bir hisobdan gaping ham to'g'ri. Har holda opam, jiyanim, jigarim bo'ladi-ku, to'g'rimi? Ha, shu-da. To'g'ri aytyapsiz. Zokir betayin bo'lgani bilan olahurjun bo'yniga tushgandan keyin opangiz yo'lga sovoladi. Ha. O'zi qaynona yaxshi bo'lish kerak, bildingizmi? Mana katta qizingizni begona joyga uzatdingiz. Qaynonasini qarang, anakonda zaharda o'zi. Gapirma, to'g'ri aytasan. Katta qizim rosa qiynalyapti. Men qara bu yoki Zeboni o'zidan bir og'iz so'rasammikan? Yo'q, qiziqmisiz? Siz ota bo'lsangiz, sizga gapirgani uyaladi u. Men o'zim Zebo bilan sekin gaplashib ko'raman, yotig'i bilan. Bo'pti, bo'lmasa sen Zebo bilan gaplash, keyin men opam bilan gaplashaman. Ha, bo'pti. Endi har holda opangiz, jigaringiz tag'in jahlalari chiqib, boshqa ishing taqillatib yurmasinlar. Axir 3 marta keldilar-a? Yaxshi, men ertaga gaplashaman. Opam to'yga tayyor. Bir oyga qolmasdan to'yni o'tkazamiz. Ha, to'g'ri aytasiz. Yog'in sochimi yomg'irli, qorli kunlarga qolmasdan to'y qilib olsak yaxshi bo'ladi. Ammam yomon ayol emas. Lekin Zokirni ko'rgan ko'zim yo'q. Qachon qarasa ustimdan kulib yuradi. Endi nima qilaman? Dadamga aytsammikin? Aytganim bilan dadam o'gay onamni gapidan chiqolmaydi baribir. Bechora opachamni ham oh-vohiga qaramay uzatib yuborishdi. Otalik burchimni bajardim deb endi menga o'chishdi. Zebo? Xayol surib, o'ylanib o'tiribsanmi? O'zichi qizlar shu yoshda xayolparast bo'lib qolishadi. Senga kuyov tayyor, qizim. Sen o'ylanaverma. Dadang seni uzatmoqchi. Sen qo'rqma. Begonaga emas, ammangning o'g'li. Men uni yomon ko'raman. Tegmayman Zokirga. Qizim, senga yomon bo'lsin demayapmiz. Endi har holda tanigan bilgan odamlarimiz begona emas. Feruza opa, agar o'z qizingiz bo'lganimda shu yigitga turmushga bergan bo'larmidingiz? Onang sizlarni gap so'zga qoldirib ketmaganda, bundan ham yaxshi joylardan sovchi kelgan bo'lardi. Ammo o'zing bilasan, opangni ham qancha gap so'z bilan uzatdik, qizim. Iltimos. Faqat Zokirga emas. Iltimos qilaman sizdan. Feruza opa, Odamlar o'gaylik qilyapti demasin deb sizlarni oq yub, oq tarab o'z farzandimdek katta qildim, qizim. Ammang begona emas. Hammasini bilib, ko'rib turib seni kelin qilmoqchi. Rost bo'l, Zebo. Ko'nikib ketasan hali. Mana ko'rasan. Taqdirga ko'n. Boshqa ilojing ham yo'q.
qizim, uchrashuvga tayyorgarlik ko'rgin. Mayli. Nomiga bo'lsa ham, tanigan bo'lsang ham bir-ikki marta uchrashuvga chiqib kelasan. Xo'pmi? Bo'ldi, yig'lama. Bo'ldi. Mayli qizim. Ay ukajon ey. Endi nima deysiz opa? Mayli. Qizimni ishonib sizga topshirdim. Ko'zidan yosh oqizmassiz opa. Uka, ko'ngling to'q bo'lsin. Axir menga begona emas-ku, o'zimni jigarim bo'lsa. Nega uni ko'zidan yoshini oqizib qo'yar ekanman? Yo'q, xafa bo'lmang. Haligi katta qizimni begonaga berib, hozirgacha afsusdaman. Bechoraga kun berishmaydi-da. Men ham shu jiyanimni o'yladim-da ukajon. Boshqa birovni qo'lida qiynalib qolmasin dedim. Bundan keyin meni o'g'limni ham Ziyoboda ko'ngli bor. Ha, opa, nima bo'lsa ham baxtli bo'lib ketishsin. Iloyim. Xudo xolisa qizim qizingizdek bo'lib ketadi. Xavotir olma ukajon. Hali ko'rasan, hammasi yaxshi bo'ladi. Na. Bo'pti uka? Voy opa. E? Voy, yaxshi ketib qolmagan ekansiz. Yo'q, ketmadi. Oxliqda bermanman-ku, esimdan chiqib qolibdi. Voy. Mana opa, Qani? bizda oxlig'imiz. Iloyim. Bu roziligimiz alomati. Rahmat. Iloyim yoshlar baxtli bo'lsin opa. Iloyim, aytganinglar kelsin. Yo'llar ham shunaqangi oppoq bo'lsin, iloyim. Iloyim. Bo'lmasa ertaga nomiga hali irmiga bo'lsa ham bir ko'rishib, uchrashib kelishsin. Nima dedinglar? Mayli. Mayli opa. Hop, hop. Endi birato'la sovg'asini ham berib yuboraman. Ha endi xudo xolasa bu yog'i to'yda. Xo'p bo'ladi opajon. Sizdek mehribon ayol bilan quda bo'layotganimizdan juda ham xursandmiz. Iloyim yoshlar baxtli bo'lsin opa. Iloyim, baxtli bo'lsin. Bo'pti bo'lmasa? Hop. Men boray. Xo'p, yaxshi yetib olinglar. Xudo xolasa endi tez ko'rishib turamiz, a? Albatta. Bo'pti. Endi opa, siz ham opamizsiz, ham qudamizsiz endi. Aylanib ketay. Voy o'zim. Yaxshi yetib oling opa. Xo'p bo'ladi. Bo'pti, ukajon. Yaxshi o'tiringlar. Xo'p, bemalol. Bo'pti. Qani? Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum Zokir aka. Va alaykum. Namchi kech qolding, kelarding Zebosh. Yo'lda ushlanib qoldim. O'zi nega bu yerga chiqdik? Uyda ham uchrashsak bo'lardi. Gapirma. Oyimda uchrashuvga chiqishing kerak, sovg'a olishing kerak deb majburlab chiqarishdi. Qancha pulga tushirdilar? Hali restoranga borishimiz kerak. U yoqda bizni meriyni kutyapti. Shartmi ekan ortiqcha xarajat? Birinchi marta to'g'ri gapirding. Bu qarindosh bo'lsak, meriyga balo bormidi? Shuncha pul ketkazib. Lekin aqlli ekansan. Bilmay yurgan ekanman. Ustimdan yana kulyapsizmi? Yo'q, shunchaki xarajat shart emas degan gaping yoqib tushdi. Bo'pti. Yiroqqa sen uchun birinchi va oxirgi marta sovg'a bersam beribman. Nima? Hazillashdim. Bu hali boshlanishi. Mana ko'rasan. Sovg'aga ko'm tashiyman. O'zi anchadan beri menga yoqasan. Oyimga asta shipishtirgandim, bittada borib qalqib keldilar. Qoyillatibsiz. Men esa hali turmushga chiqish niyatim yo'q edi. Noz qilma. Ichingda o'lib turibsan-ku jon deb. Boshqa gapingiz bo'lmasa men ketdim. Shoshma. Hazillashdim. Nima, hazilni ko'tara olmaydigan bo'lib qoldingmi? Bo'pti, yura qol. Hali menga otchot berishim kerak. Restoranga boramiz. Bunaqa turmushni orzu qilmagandim. Dugonalarimga o'xshab sevilib turmush qurmoqchi edim. Tushunmadim. Men o'g'liga turmushga chiqishingga palatada yotgan odamning nima aloqasi bor? Shu palatada yotgan ayol ammamning qizi bo'ladi. Sobiq erimning singlisi.
shunaqa degan. Nima u sal jinniroqmi? U uydan ketganimdan keyin uni hayoti bilan umuman qiziqmadim. Uni ko'rishga ko'zim yo'q. U tufayli Judayam sirlisan-de, o'rtoqjon. Ishxonaga kelganingdan beri hech kim bilan ochilib gaplashmaysan. Hatto menga ham dardingni aytmagansan. Bunaqa yig'lashingdan unutib bo'lmaydigan achchiq xotiralaring bor shekilli. bor o'rtoq, bor. Bu shunaqa o'tmishki, har eslaganingda yuraging tirnaladi. Mayli, agar gapirging kelsa mana menga gapir. Hanna yengil bo'lasan. Bunaqada kasal bo'lib qolasan. Ammamni o'g'li Zokir bilan to'yimiz bo'ldi. To'ydan keyin ham hech o'zgarmadi. Qaytanga pulga rujo qo'yib, Rossiyaga tez-tez qatnaydigan bo'ldi. Bir oylik kelinligimda hali erga tegmagan yalmog'iz singlisi, kollejda o'qiydigan singlisini qo'liga tushganman. Bu yalmog'iz menga kun bermasdi. Ishonsang kiyadigan paypog'igacha men yuvib o'tirardim. Ya tavba. Voy, ammangchi begona emas-ku. Yoningni olmasmidilar? Ammam boshida yaxshi edilar. Lekin to'ydan keyin o'pkasiga suv yig'ilib yotgan qaynatam o'tib qoldi. Shundan keyin kelinni oyog'i og'ir keldi deb menga kun berishmadi. Aslida erim kasal, Hanna to'yni ko'rib qolsin deb to'yni tezlashtirishgandi. Men esa yelib yugurib kelinlik xizmatlarini qilishdim. To'ymasdim. Shu orada homilador bo'lib, katta qizcham ham tug'ildi. Qo'g'irchog'imning ismi Rayona edi. Mana rasmini qara. Shirinligini qara. Shiringina qizcha ekan. Ha. Shu mitti farishtachani boshiga yechdi. Onasi bilan qizi. Zebo, yarangga tuz sepib qo'yibman. Meni kechir. Men bexabar edim. Qizim endi 2 yoshga to'lgandi-ya. Bir shirin qiz bo'lgandi. Bir kuni qattiq shamollab issig'i umuman tushmadi. Otasi yana Rossiyaga ketgan. Alo. Zokir aka. Iltimos tezroq qayting. Bola bilan qiynalib ketdim. Yana nima bo'ldi? Har qo'ng'iroq qilganingda mana shunaqa yig'laysan. Bolani issig'i chiqyapti. Homilador holimni eplolmayapman. Iltimos Zokir aka tezroq keling. Keling, Onamga chiqib ayt. Hozir. Hozir bolani dorab kelaman. Ay, hozir. Voy boy, yana yig'layaptimi? Namuncha bugun yig'iladi bu qiz, a? Onasi qarolmayotgandir-da, oyi. Bitta bolani eplab qarolmaydi, yursiga. Tili bir qarich. Oyijon,
oyijon, Ha? Nima bo'ldi? It quvladimi? Rangiz oqarib ketibdi. rayondan issig'i tushmayapti. Iltimos, doktorga olib borib kelsak maylimi? Doktorga olib bormaysiz. Issig'i chiqayotgan bo'lsa, issiq tushiradigan dori bor. Shuni ichiring. Ichirdim, foydasi bo'lmayapti. Oyijon, iltimos. Doktorga olib borib kela qolaylik, ukol solib qo'yishsin. Qanaqa doktor, ha? Qanaqa doktor? Nima qilasiz? Bekordan bekorga pul ketkazib. Hozir bolani doktorga olib borsangiz, falon pul so'raydi ular. Tushunyapsizmi? Undan ko'ra mana Mahfuza qaraydi. Bekorga o'qiyaptim bu. Hamshiralikka. To'r chiqib qara. Nima, seni bekordan bekorga o'qityapmanmi men? Oyi, yaxshisi doktorga olib bora qolaylik, ha? Ha, olib bora qolaylik. Oyijon, iltimos qilaman. Bitta ukolni eplab qila olmasang, nimaga o'qiyapsan? Bor, chiqib qara, ukol qil. Issig'ini tushiringlar. Xo'p, oyi, ukol qilmayman deyotganim yo'q-ku. O'tirma, to'r chiqib qarash. Yig'layapti bola. O'qishga sizni ko'zingiz uchun kirgan bo'lsam, qoshki biror narsani bilsam, biror marta ukol qilib ham ko'rmaganman. Lekin hozir bu haqida aytsam, naq baloga qolib ketaman. Yonboshga bir amallab ukol qila olaman. Oyijon, iltimos qilaman. Balki doktorga olib borarmiz. Har holda shifoxonada yaxshiroq sharoit bo'ladi. Voy, xo'p desangiz-chi, oyi? Sizlarga pul ketkazish bo'lsa bo'ldi, a? Ana, chiqib qaraydi hozir. Mahfuza. Ishonmayapsan bunga? Mana 5 minutga ham doktor. Mana men degan hamshiralardan buni tajribasi bor. Gap unda emas, oyijon, bolani o'ylayapman. Gapni ko'paytirmang, hadab oyijon deb bitta gapni qaytara olmang. Boring, tokchada issiq tushiradigan dorilar turibdi, ukollar turibdi. Qarang. Mana Mahfuza qilib qo'yadi. Bor, chiqib qara tez-tez. Xo'p, oyi, yuring. Beli og'rimaganni non yeyishini ko'r deyishga. Beli og'rimay pul topadi-da. Ozgina narsaga ham pul ketkizsa, erim pul jo'natyapti-yu deb o'ylasa kerak-da bu suv ilon. O'zim chiqmasam bo'lmaydi shekilli. Bitta bolani eplab qarash olmaydi. Qani? Voy, bu kenayi, bola yonib yotibdi-ku. Ko'rdingizmi? Bo'ldi, asal. Spirt oling, badanni spirtlash kerak. Birinchi ukol qilib olaylik. Bering. Bo'ldi, asalim. Bo'ldi, jonim bolam. Ushlab turing, qarang. Asalim, qizim. O'giring, yonboshlang. Ke, qizim. Ke, yonboshla. Bo'ldi, yig'lama qizim. Hech Shunda ukol solib qo'yamiz bola. Ke. Ushab tursangiz-chi, kenayi. Xo'p. Bo'ldi, jonim, bo'ldi, asalim. Hozir yaxshi bo'lmasmidi bolaga? Yaxshi bo'lib qoladi hozir. Asalim, hozir jonim, hozir. Bo'ldi, qizim. Ish qilib, to'g'ri soldingizmi? Ha, to'g'ri. Nimaga chirillab yig'layapti? Yig'laydi-da bola. Nina kiradi-yu, bola yig'lamaydimi? Bilmasam. Bo'ldi, hech narsa qilmaydi. Issig'i baland ekan, shuning uchun yig'layapti. Menga qarang. Bola yig'layvergandan tomoqlari ham bo'g'ilib qopti. Bungacha vitamin B6 bor-ku. O'shan suvga aralashtirib, ilmiq suvga tomog'ini chayish kerak. Shunda qoladi. Ha, mayli, boring, kenayi olib keling, tomog'ini chayamiz. Bo'ling. Shartmikan, oyijon? Shartda. Mana qizim shunga o'qigan-ku. Bilmasa gapiradimi? Bilmasa bu ham gapirmaydi. Ha, oyi. Bo'ling, darrov aytganini qiling. Turmang. Xo'p, Bo'ling. Bo'ldi, yig'lamagin, bo'ldi. Nomchi yig'ladi. Bolajonim, kecha biz Nima bu? Toshma toshganmi? Eshak yemi bermadi buni. Xudoyim, bolajonim bo'g'ilib qoladi-ku. Doktorga hozir bolam, hozir jonim. O'zim sen doktorga boraman. Ke jonim. Asalim. Bo'ldi. Yura qo'y. Bo'ldi.
bolam yaxshimi? Bolani yonboshiga kim ukol qilgandi? Qaynisinglim. Qaynisingizni ma'lumoti bormi hamshiralikdan? Tinchlikmi o'zi doktor? Ukol noto'g'ri qilingan. Nina tomirga tushib qolgan. Shuning uchun ham bola oyog'ini bosolmay qolgan. Endi nima bo'ladi? Doktor, bolamga hech narsa qilmaydimi? Iltimos qilaman. Bolamga yordam bering. Hayronman. Yosh bolani o'zboshimchalik bilan davolaysizlar, keyin yordam qilinglar deb yurasizlar. Ha, shuni voqliroq o'ylasangiz bo'ladi-yu. Nega vrachga olib kelmadinglar? Nimaga uni og'zini vitaminga chaydingiz? Axir u bolaga reaksiya bergan-ku. Menga qarang, o'zi kim aytdi sizga shunday qilsin deb. Axir uni qaynisinglim. Singlim, kutishdan boshqa choramiz yo'q. Biz qo'limizdan kelgan hamma ishni qilyapmiz. Lekin Unaqa demang. hamma narsaga tayyor turing. Unaqa demang, doktor. Yo'q. Bolam o'lmaydi. Bolam o'lmaydi. Agar bolamga bir narsa bo'lsa, hammangni yo'q qilaman. Hammangni yo'q qilaman. Nima bo'ldi? Singlim. Xudo sabr bersin. Bolani saqlab qola olmadik. Yo'q, O'zingiz qo'lga oling. yo'q, unaqa demang. Bolam! O'zingiz qo'lga oling. Bolam qani? Bolam, Rayona qizim! Axir homiladorsiz. Zebo Olima qizchasining o'limiga qaynsinglim noto'g'ri tashxis qo'yishi, ukol qilishi hamda allergik toshma sababli olamdan o'tgan deb siz ayblayapti. Siz nima deysiz bunga, Mahfuza Olimova? Men ukolni men qilganim yo'q. Kelinoyimni o'zlari qilganlar. Akamdan qo'rqqani uchun menga tuhmat qilyaptilar hozir. Shifokorlar vaziyatni bilib 102 qilishgan. Profilaktika inspektorlari esa ishni tergovga oshirishgan. Asosiy aybdor esa hozirga qadar aniqlanmagan. Aytingchi Zebo Olimova, siz o'z farzandingizga o'z boshimchalik bilan muolaja qildingizmi? Yo'q. Men doktorga olib boraylik dedim. Lekin oyijon shunga ham pul ketkazasizmi? Ana qizim hamshiralikka o'qigan, o'zi ukol solib qo'yadi dedilar. O'zi shunaqa bola. Har doim shunaqa. Qaynona bechora doim gunohkor, aybdor bo'lib qoladi. Men shu mittigina shiringina nabiramga pul qizg'anamanmi? Men aksincha aytdim-ku, befarq bo'lyapsiz bolaga. Doktorga olib boring, qancha pul ketsa men beraman dedim. Lekin o'zingiz turib oldingiz-ku. Yolg'on gapirmang, oyijon. O'zingiz turib oldingiz-ku. O'tib ketadi, shamollash xolos dedingiz, to'g'rimi? Dori beraman, ichiraman dedingiz. Unaqa deganim yo'q. Endi aytdi menga to'ngashini qarang. Men aytdim doktorga olib boring dedim. Mana o'zi aybdor. Meni shiringina nabiramdan o'zi judo qildi shu. Hamshiralikka o'qiganim bilan hali praktikaga chiqmaganman. Qanaqa qilib ukol qilishim mumkin yana kichkina bolaga? Tuhmat qilyaptilar menga.
Xo'sh, siz nima deysiz, jabrlanuvchi? Ular yolg'on gapirishyapti. Vitaminda tomog'ini chay deb shular aytishgan menga. Meni farzandimdan ayirishdi bular. Men sizni tushunyapman. Lekin bularni ayblashda sizda birorta guvohingiz yoki isbotingiz ham yo'q-da. Lekin bular qotillar. Sizlar bolamni o'ldirdingiz. Astag'firullah. Bolamni sizlar o'ldirdingiz. Tuhmatchi. Kelin. Oling va to'xtang, hali tergov tugagani yo'q. Balki isbotim bo'lmaganiga siz bularni jazoga tortmassiz. Lekin Xudoyim hammasini ko'rib turibdi. Xudodan topkurlar. Xudoga soldim sizlarni. Haligi o'rtoq tergovchi. Bilyapsiz-ku, kelinim o'zi homilador. Hozir o'zi asabda nima deyotganini, nima qilayotganini bilmayapti. Uni ham tushuning, unga hozir juda ham qiyin. Homilador bo'lsa, bolasini yo'qotdi. Undan keyin men uni tushunyapman. Ugrajashni deyishgan. Shunchdan men qo'rqyapman, kelinimdan xotir olyapman. Bolam, iltimos, uni ham to'g'ri tushuning, aybdor hisoblamang. O'z bolasini u ham bilmaganda bo'lmasa shunaqa dori berarmidi bolam? Bolam, hozir kelinimni jazoga tortsangiz, homilador, doktorlar ham ehtiyot bo'lish kerak, ugrajash deganda, to'g'rimi bolam? Uni ham tushuning, iltimos, mana shu qornidagi nabiramdan ham ajrab qolmaylik. Qo'ying, shu ishni yopib qoling, jon bolam. Dalil hamda isbot bo'lmaganligi hamda aybdor aniqlanmagani uchun ishni yopamiz. Rahmat sizga. Umringizdan baraka toping bolam. Tushunganingiz uchun rahmat kelinimga. Bering oyi. Oyim, mazam bo'lmayapti. Uyalmadingmi? Tergovda bizga tuhmat qilib tashlashga. Hammasini bilib ko'rib turibsiz oyijon. Nega xuddi hech narsa bo'lmagandek hamma aybni menga to'kadingiz? Kenaya, nima deganingiz? Bu gapingiz bilan hozir aybni men bo'ynimga olib, yosh boshimga qamalib ketishim kerakmidi, a? Meni bolamni yoshgina ketgan umrichi. Unga kim javob beradi? O'lgan o'lib ketdi. Endi tiriklarni o'ylash kerak, ahmoq. Nima? Endi yoshgina qizim aybni o'z bo'yniga olib qamalib ketsinmi? Shunda seni qizing qaytib tirilib qolarmidi? Hali shoshmay turgin. O'g'lim kelsin. Bizga qarshi gapirganing uchun ta'zirini berib qo'yadi. Rozi emasman. Bu dunyoyu u dunyo rozi emasman sizlardan. Oyi. Bir amallab suvdan quruq chiqdik. Xudoga shukr. Qamalib ketaman deb juda ham qo'rqib ketdim. O'zichi hammasi sen ahmoqda deb bo'ldi. Oyi. Oyi deydi yana. Oyi deydi. Bitta ukol qilishni bilmaysan. Nima qilib o'qib yuribsan unda? Men ukolni qilayotgandim. Nevarasi-ku qimirlab urib, ukol qilishga bermadi. Noto'g'ri qilib qo'yibman. O'zingiz-ku meni qiziqmagan sohamga bergansiz. Siz aybdorsiz hammasiga. Hamshiralikka o'qib olsang, sovchilaring ko'p bo'ladi degandim, ahmoq. Lekin sen shuncha o'qib, balo ham bo'lmabsan.
yaxshi bo'pti. Mana o'qishni bitirdim degan nomim bor. Ahmoq. Nima qilganingda ham meni nabiram boshiga yetding. Endi bo'lar ish bo'ldi. Shu gaplar hammasi ishingni qolsin. Tashingga chiqarib yurmagin yana. Oyi, akam kelsalar nima deymiz? Akang kelsa bir amallaymiz endi. Bu yog'ini mana menga qo'yib ber. Sen umuman aralashmagin. Eshitdingmi meni? Yur, ahmoq. Seni qursin. Oy, qayerda yuribdi keliniz? U o'zini quvlikka solib shifoxonaga ketdi, mug'ambir. Alinaqa ukol olarmish. Tomchi ukol. Aka, tog'amni qizi bo'lsa ham bunaqa ichidan pishgan aferistligini bilmagan ekanman. Bilasizmi aka? Tergovda qilgan qilig'ini ko'ring. Og'zim ochilib qoldi. Tergovchini oldida xuddi biz qotildek baqirib ketganini sen ko'rsang edi. Biz uyalib ketdik, uyalib. Yaxshi ham bizni baxtimizga tergovchi yigit tushunadigan ekan. Ha? Yaxshi ham bizni baxtimizga tergovchi yigit tushunadigan ekan. Aybdor kimligini bittada bildi, ha? To'g'ri. Voy, yana unga rahmim kelib, o'zim uni jazodan olib qoldim. Ahmoq, marras. Onamga baqirishga nima haqqi bor uni? Shuni ayting. Boshqa kelinlarimdan bunaqa gaplarni sira ham eshitmagandim. O'zimni jiyanim xor qilsa ya alam qilar ekan. Assalomu alaykum. Yaxshi yetib keldingizmi? Bitta bolani ham eplab boqolmay, o'ldirdingmi shuni? Nima? Sen ham onamisan? Nima? Siz ham shularni gapiga ishonyapsizmi? Shular deganing meni onam, meni jigarim. O'sha onangiz bilan singiz qizingizni o'limiga sababchi bo'lishdi. Ularga gapirish o'rniga menga baqiryapsiz. Xudoni zorini qildim, doktorga olib boraylik deb. Meni hech kim eshitmadi. Bo'ldi qil. Yolg'on gapirma. Nega yolg'on gapiryapsan? Gaplarim rost. Agar mana shu devorlarni qulog'i bo'lganda edi, hozir gapirardim men o'rnimga. Ko'ryapsan bola? Buni menga baqirishini ko'ryapsanmi? Shallaqlik qilib. Onamga meni oldimda shunaqa baqiryapsan. Menga sendek xotini kerak yo'q. Yo'qol uyimdan. Nima? Qornimdagi bolani o'ylasangiz bo'lardi, Zokir. Meni qorningdagi bolang bilan ishim yo'q. Meni onam muhim, yaqinlarim muhim. Uyimdan haydamasdan o'zing chiqib ket. Yo'qol. Chiqib ket uyimdan. Hali shunaqami? Hammangizni Xudoga soldim. Bor jo'na. Voy, nimalar deyapsan, ey? Tavba. Yashiring qursin. Ana eshitding bola? Aka qarang, oldingizda qarg'ab chiqib ketyapti. Ha? Tavba. Voy, pismoq. Tavba, shunaqa ham bo'ladimi? Kim? Hozir. Kim ekan? Iye, Zibo. Assalomu alaykum dada. Qizim tushunmadim. Sen nima qilishsan? Ogohlantirmasdan tinchlikmi, nima gap? Bolam? Men qaytib keldim dada. Aybsiz aybdor qilishdi meni. Nima gap, tinchlikmi? Iye. Assalomu alaykum. Zebo, bu yerda nima qilyapsan? Tinchlikmi? Qaytib keldim, oyijon. Shunaqa bo'lishini bilardim, dadasi. Buni issig'ida darrov uyiga qaytarib yuboring. Yo'q, uyga boshqa bormayman. Iltimos meni haydamanglar. Iltimos dada. Bo'ldi, unaqa gaping yo'q. Uyga boshqa bormayman. Bo'ldi qizim. Bo'ldi, yuringlar, ichkari kiraylik. Yur, ichkarida gaplashamiz. Yur. Bo'ldi. Yaxshi ish bo'lyapti-yu. O'shanda sen bolangni otangnikida tug'dingmi?
Ering kelmadimi? Ha, otamnikida tug'dim. Erim kelishdigul, qaynanam otamni butun mahallaga yomonlab tashabdi. Bolam 2 yosh bo'lguncha otamni uyida zo'rg'a chidab yashadim. Ha, o'gay onang sig'dirmagan bo'lsa kerak. Yo'q. Uni menga yomonligi yo'q edi. Tilida gapirardi-yu, lekin menga yomonlik qilmasdi. Hattoki bolamni katta qilishga ham yordamlashgan. Demak, shaharga yaqinda kelgan ekansan-da. Ha, 4-5 yil bo'ldi. Ha, keyin nima qilding? Yana oila qurdingmi? Ha, telefonda tinmay gaplashasan-ku, ering bilan bolangni so'raysan. Bugun hasrat daftarim bir ochilibdi-da. Uzr, shaxsiy hayotingga aralashyapman, lekin kimgadir dardingni aytsang yengil bo'lasan. Shunga so'ragandim. Jahongir aka bilan topishishimgacha ancha qiynaldim. Qishloqdan shaharga jo'nayotganimda Sevimli seriallaringizning to'liq qismlari bizning Sini Media YouTube kanalimizda. Birinchilardan bo'lib tomosha qilish uchun sahifamizga a'zo bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishni unutmang. Qizim, qishloqda qolsang yaxshi bo'lardi. Shaharga ketish qayerdan miyangga kelib qoldi? dada, bu yerda nima qilaman? Zebo, shaharda bir o'zing qiynalasan-ku. Yosh bolang bor. Balkim qizingni bizga tashab ketarsan-a? Yo'q, tashab ketmayman, oyi. Yana Zokir deganlari kelib, qizimni olib ketib qolsa-chi? Qayoqdan keladi u go'rsoqda? Uylanaman deb yurganimi shu? Guli bilan amaking qiz bilan gaplashib oldingmi? Qayerda kutib oladimi? Ha, gaplashdim. Kutib oladigan bo'ldi. Endi ish, uy topgunimcha Gulinikida yashab turaman. Ijarani ham o'zim to'layman. Qara qizim, mana buni olgin. Kam ko'stingga ishlasasan. Yo'q, dada, kerak emas. Ol, xafa bo'laman, ol, ye. Olaver qizim. Kerak emas, deyshing qara. Kerak bo'ladi. Senga dadang ikkalamiz hech narsa ham qilib bera olmadik, qizim. Uyalma, olaver. Ha, qizingni ham o'zim katta qilib ancha mehrim tushib qolgan edi. Sog'inib qolar ekan bizda. Kelib turamiz, oyijon. Zebo, men kasal bo'lib yotib qolgan paytlarimda meni ayamading qizim mendan. Qarading menga. Sen oyingga o'xshamaysan qizim. Sen meni qizimsan. O'zim o'rgilay. Rahmat sizga. Qizim, qachon uyga qaytib kelginki kelsa, ikkilanmasdan qaytib kel, xo'pmi? Nevaramizni ham sog'inib qolar ekanmiz rosa. Menga qara. Yetib borganingdan keyin qo'ng'iroq qo'yish esingdan chiqmasin, qizim. Sizlarni juda ham sog'inib qolaman. Meni ham yaxshi ko'ramasizlar, oyijon. Yaxshi yetib olinglar, qizim. Xo'p, mayli. Yo'linglar bexatar bo'lsin, iloyim. O'shana keldim, yo'llaring bexatar bo'lsin, iloyim. Yaxshi yetib olgin. Alloh. Qani yuringlar. Zebo opa, ertalab sizni uyg'otmay, o'qishga vaqtli chiqib ketdim. Nonushta tayyorlab ketganman. Marjon uchun ham kasha pishirib qo'ydim. Rahmat, Guli. Bunaqa ovora bo'lmagin. Bugunchalik dam oling opa. Ishni ertadan qidirarsiz. Ertaga darsim yo'q. Marjonaga qarab turaman. Xo'p, jiyan. Ehtiyot bo'lib kelgin. Ha, kechki ovqatni o'zim qilib qo'yaman. Ovqatlanmasdan kelgin, ha? Xo'p. Rahmat Zebo opa. Yaxshi o'tiringlar.
Bo'pti, xo'p. Ana qizim, Marjona, shaharga ham kelib oldik. Endi biron bir ish topsam, Seni ham bog'chaga berardim-a, qizim? Asalim. Qorning ochdimi? yur. Opang kasha qilibdi. Birga kashlaymiz-a? Yur jonim. Oppa. voy o'lsin Voy. Assalomu alaykum opajon. va alaykum singlim yaxshimisiz Rahmat. Bering yordamlashib. voy yo'q yo'q keldim uyimga Shu padezda. ha 6 etajda turaman Yuring, ovorasi yo'q. voy voy rahmat Yuring. siz mehmon kelganmisiz Ha, 4-qavatda Guli degan qiz turadi. Jiyanim bo'ladi. Qishloqdan kelgandik. ha ha biror kasbingiz bormi Yo'q, shunga ish qidirib yurgandim, opa. Hamma joyda ham ish topilmayapti, chunki kichkina qizim bor, ishga olishmayapti. Bugun yaxshi niyat qilib ish qidirib chiqdim. niyatingizga yeting Rahmat. mayli yuring choy ichamiz Yo'q, rahmat. Doktorlar nima deyishdi? Doktorlaringiz baloni ham bilishmaydi. Hamshirasi bitta ukolni qila olmaydi. Nima? Bu yoqda ham xarakteringni ko'rsatishni boshladingmi? Hey, jonga tegib ketsani, tiling zaharliki. Yo'q, joningizga tegdimmi? Avvallari sevardingiz. Endi bitta tug'ib bera olmaganimga ko'nglingiz qolib ketdimi? Ha? Ey, o'zing o'ylagin. 1 emas, 2 emas. 4 ta bolamiz qorningda o'lib qoldi. Meni ham yoshim 30 dan oshdi. Qachon ota-ona bo'lamiz bilasanmi bu ketishda? Men ataylab qilyapmanmi? Ha? Bolalarni men o'ldirayotgan ekanmanmi? Gapiring. Men ham xohlayman ona bo'lishni. Sizni xursand qilishni men ham xohlayman. Bu ketishda meni yaqin orada xursand qilamasang kerak. Mayli. Ko'ramiz. Nimani ko'rasiz? Nimani ko'rasiz? Bu gapingiz bilan ajrashamiz demoqchimisiz? Ey, jimgina yotgin, davolangan uyda gaplashamiz dedim. Aniq Sarvar akam kimnidir topgan. Munosabatlarimiz juda ham sovuqlashib ketyapti. Birinchi ko'rishganimizda qanday meni sevardi. Men uchun qancha onasi bilan kurashgandi. O'sha kunlarni sog'indim. Voy. Voy bolam, keldingmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, oyi. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Yaxshi ishlab keldingmi? Charchamadingmi? Ha, rahmat. Qara qaynoqqina choy damlab turuvdim, ha? Nima bo'ldi? Suvchilik natijalari. Bordim. Hop. Ko'rdim, surishtirdim. Shu menimcha oilasi to'g'ri kelmaydi. Bo'lmaydi-yu shu o'g'lim. Nimaga? Qizi yomonlashdimi? Qizi ham yomonlashdi, oilasini ham yomonlashdi. Nima deyishdi? Oyi, men Mahfuza bilan yarim yildan beri gaplashaman, lekin yomonligini sezganim yo'q lekin. Kimdir Mahfuzang noto'g'ri ukol qilib jiyanini o'ldirib qo'ygan deydi. Yana kimdir kelayisini o'zi yomon, oyisiga tortgan, eri bo'la turib boshqasi bilan yurib ketgan deydi. Oyi, qo'shnilar og'ziga kelgan gapni gapiraveradi. Asosiysi Mahfuza unaqa qiz emas, aytayman-ku, yarim yildan beri yomonligini sezganim yo'q. Keyin aybi bo'lganda qamalardi-ku. Onasi bilan gaplashsam mutlaqo boshqa gapni gapiradi. Nima dedi? Onasi aytdiki, shu mahallada bir gap eshitdim. Xo'sh?
Shuni o'zingizdan aniqlashtiray deyotgandim. Bilaman nima gap eshitganingizni. To'g'risini aytsam, mahallada qizimni so'raganlar juda ham ko'p edi. Lekin qizim Sarvarjon bilan tanish bo'lganlari uchun boshqalarga yo'q dedi. Yo'q, u gap emas. Haligi qizingiz noto'g'ri ukol qilib jiyanini o'ldirib qo'ydi deb eshitdim-da. Men ham shuni sekin sizga bir chekkadan aytib kelyapman-da mana. Aslida bunaqa bo'lgan. Kelinni o'zi aybdor. U noto'g'ri muolaja qilib, bolani o'zi o'ldirib qo'ygan. Keyin mana meni o'g'limdan qo'rqqanidan shu gaplarni o'zi o'ylab topdi. Lekin o'g'lim baribir bunga ishonmadi. Ajrashib ketdi. Bu gaplarni birovga aytishga ham odamchi uyaladi, istihola qiladi. O'zi kelinimda-chi ancha muncha yetishmas edi, jinniroq edi. Qonida bor-da, qonida bor. Shuncha ham aytaman-da, qonida bor deb. Chunki onasi jinni bo'lgan uchun otasi ham ajrashib ketgandi-da. Yo'q-e. Bilmay qopsiz-da. Bo'lmasa ukangizni qizi deyishdi. Ha, to'g'ri, ukami qizi. Begona emas. Lekin onasi nima uchun ketib qolganini ukam bizga aytmagan. Menimcha qizini peshonasiga bu tamg'a bo'lmasin deganda. Qarang-a, bitta-ikkita qo'shnilaringiz qizini aybi bo'lmagani uchun tergovda oqlandi deyishdi. Ha-da, Nurgulay, axir qizimni aybi bo'lsa oqlanarmidi? Men kelinni o'zini hamchi mana shu jazodan saqlab qoldim. Nurgulay, bo'lmasa o'zi qamalib ketgan bo'lardi. Lekin orada mana shu jajjigina farishtamizdan ajrab qoldik. Farishtamizni yo'qotdik. O'zichi bizni ko'ra olmagan qo'shnilarimiz shunaqangi gaplarni tarqatishgan. Ha, shunaqa deng. Ha, mayli. Bo'lmasa menga ruxsat. Qizingizni ko'rdim, shiringina ekan. Endi uyga borib, o'g'lim bilan maslahatlashaman, keyin bir qarorga kelarmiz. Mayli. Ha, mayli. Qani, ilohi amin. Tinchlik, omonlik bo'lsin. Farzandlarimiz hammalari baxtli, saodatli bo'lsin, to'ylar yetkizsin. Amin. Allohu akbar. O'tirsangiz bo'lardi-da. Rahmat. Oyi, menga ishoning, Mahfuza juda ham yaxshi qiz. U qo'shnilarning gapiga ishonmang. Qo'shnilar balki ko'ra olmasdan shunaqa gaplar gapirgandir. Nima ham derdim bolam. U qiz bilan yashaydigan sen. Ana, rahmat oyijon, men sizni yaxshi ko'raman, ko'rdingiz? Men ham seni yaxshi ko'raman bolam. Bo'lmasa bo'ladigan ishni bo'lgan yaxshi. Asosiy uchrashuv kunini belgilaymiz. Fotihani o'tkazamiz. Keyin 1-2 oy ichida to'yni ham o'tkazib yuboramiz. Bo'ldi. Xo'p bo'ladi-da, onagina. Mana shu kelayotgan yakshanba kuniga aka-opalaringni yig'aman. Sen ertalabdan yaxshilab chiroyli bozor qilib kelsang, akang o'choqda osh damlaydi. Bo'ldi. Maslahat oshi o'tkazamiz. Bo'ldi. Voy bolam, ilohim sen ham aka-opalaringga o'xshab baxtli bo'lsang bo'ldi. Aytganingiz kelsin. Xullas, oyim bilan gaplashdim. Xudo xolasa to'yga rozi bo'ldilar. Rostdanmi? Ha. Bilasizmi, o'zi qo'shnilar juda ham noto'g'ri ma'lumot berib yuborishibdi. O'zi ular bizani ko'rolmaydigan qo'shnilarimiz edi. Ha, yo oyimga tushuntirdim. Oyim tushunadigan ayollar. Xudo xolasa to'ydan keyin chopqillab xizmatlarini qilsang bo'ldi.
Ilohim, aytganingiz kelsin, tezroq shu kunlar kelsin. Bugun uyga opalarim, akalarim kelishar ekan. Maslahatdosh ekan. O'shanga uyalib chiqib keta qoldim. Ha, bizni mavzudami? Birgalashib maslahatlashib, keyin Sanoyingga telefon qilishar ekan. Ha, bo'ldi. Unda men ham oyimga xabar berib qo'yaman. Bo'ldi. Xavotir olma. Xudo xolasa baxtli bo'lamiz. Xudo xohlasa. Yurchi? Zeboni ko'rib qolganim yomon bo'ldi. Ahvolimni eshitib rosa xursand bo'lgandir. Uni ko'rgani ko'zim yo'q. Hammasiga o'sha aybdor. Lekin Sarvar akam mendan insoniycha qutula olmaydilar. Qani meni tashlab ketib ko'rsalarchi? Oilasini ayirib tashlaganimdek, o'zini ham kunini ko'rsataman. Birovga baxtimni shundoq berib qo'yadigan ahmoq emasman. Hozir. Oy, assalomu alaykum Lola. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Ha, kelavering. Yaxshimisiz? Tuzumsiz? Yaxshimisiz? Rahmat. O'zi yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsiz? Rahmat. Nima bo'ldi? Ish topdingizmi? Yo'q, hali topganimcha yo'q. Bola bilan ko'p joy olmayapti. Ha, agar yo'q demasangiz, sizga bitta taklifim bor edi. Men uyda pishiriqlab pishiraman, buyurtmaga. Shunga agar yo'q demasangiz, men bilan birgalikda ishlasangiz, menga yordam berardingiz. Sherikchilik deysiz-da? Ha? Endi bola bilan qanday bo'lar ekan? Qayerga tashiyman bolani? Qayerga tashirdingiz? O'zingizni oldingizda bo'ladi, uyimizda bo'ladi. Ko'z oldingizda bo'ladi, uni ustiga bolangiz ham. Noqulay bo'lmasmikan, Lola opa? Hech ham noqulaylik joyi yo'q, Zebaxon. Buyurtmalarim juda ham ko'p. Men o'zim bitta o'zim ulgurmayapman. Meni ham turmush o'rtog'im vafot etganlar. Bolalarimni bitta o'zim boqaman. Birgalikda ishlab, ha? Mayli. Men ham yoshligimda bir to'rchiga shogird bo'lib tushgandim. Uncha-muncha shirinliklarni pishirishni bilaman. Voy, ana. Zo'r bo'pti-yu. Assortimentni ko'paytiramiz, birgalikda ishlayveramiz. Bo'ladimi? Qanaqa bo'lar ekan? Bo'lmasa, ertaga sizni kutaman uyimda, xo'p? Mayli Lola opa, kiring. Ko'rishamiz. Ishim bor edi, borib keling. Doim shunaqa shoshib yurasiz. Xo'p, chiqasiz ertaga? Ha, chiqaman. Mayli, yaxshi qoling. Yaxshi o'tiring. Rahmat Lola opa. Oy, hamma ukollarni ham qilib bo'ldik. Bir ham charchadim. Xudoga shukr. Menga qara. Aytgancha, boya suhbatimiz chala qoldi. Sen qanaqa qilib hamshira bo'lib qolgansan? Aytib bermadingmi? Ha. Lola opa bilan ishimiz borgan sari yaxshilanib boraverdi. Keyin Lola opa sex ochdilar. O'tga meni rahbar qilib tayinladilar. Shunaqa qilib meni bosh konditer qilib ishga oldilar. Baribir tushunmayman. Qanaqa qilib konditerdagi qiz hamshira bo'lib qolishi mumkin? Xullas, bir kuni Lola opa meni yonlariga chaqirdilar. Keyin Zeboshka, qalaysan? Ishlar qalay ketyapti, yaxshimi? ha, ishlar zo'r. Qizlar ham yaxshi. O'zimga o'xshagan mehnatkash, qiynalgan qizlar ekan. Yaxshi, chiqishib olgan bo'lsanglar juda ham yaxshi. Seni bu yerga bosh konditer qilib olganman, bilasan-a? Shunday ekan, hamma nazoratni o'z bo'yningga olgin. O'zi shundoq ham ko'p yordam beryapsiz. Ishlamasam uyat bo'lar endi. Menga qara Zebo, bu hozir ishlayotgan ishing bu ish emas, bu hunar. Lekin birorta kasbkorlik bo'lishing kerak. Birorta o'qishga kirmoqchimisan? Niyating bormi? Ha, bor. Qizim vafot etganida o'zimga o'zim men albatta shifokor bo'laman deb aytgandim. To'g'ri. Kerakli kasb. Bo'lmasa sen ish bilan birgalikda o'qishingga ham tayyorlan. Voy, ishim qolib ketadi-ku. Ishingni o'ylamagin. O'qishingdan keyin kelib ishlayverasan. Qizimchi? Obbo, qizingni qizim kollejdan qaytayotganda bog'chasidan olib biznikida qarab o'tiradi. Muammo qilma, Zebo, hammasini eplasa bo'ladi. Lola opa, rosa aqlli ayolsiz-a. Sizga o'xshasam deyman.
lekin yoningda suyanadigan ering bo'lsin, menga o'xshab beva bo'lmagin. Er qayerda opa? Menga er chiqarmadi. Qo'ying. Voy. Yaxshi niyat qilgan, hali hammasi oldinda. Ha, haligi bugungi to'yga buyurtma qilingan tort tayyormi? Ha, tayyor. Muzlatgichga qo'yilgan. Ha, mayli, kechroq ko'rishamiz. Bugungi kechqurungi ovqatni biznikida qilamiz, xo'pmi? O'zi shundoq ham uyingizga yotib olgan bo'lsam, faqat uxlagani o'zim uyimga kelyapman xolos. Voy, unaqa demagin. Ha, o'zi Zebo. Ba'zi tutinganlar tug'ishganingdan afzal bo'lar ekan. Meni ham 4 opa-singlim bor. Lekin qiynalib qolganimda birortasi oldimda turib bermadi. Mana endi boyiganimda buyurtmalar berishadi. Mayli, ularni ham boriga shukr. Mayli. Bo'ldi, bo'lmasam ishdan keyin ko'rishamiz, xo'p? Yaxshi ishlagin. Xo'p, rahmat Lola opa. Doktor qancha davolansa ham xotiningizda analiz javoblari yaxshi chiqmayapti dedimi? Endi nima qilaman? Bu dunyodan bolasiz o'tamizmi? O'z Mahfuzaga uylanishimga onamni ko'ngli chopmagandi-ya. To'ydan keyin oldingi Mahfuzadan asar ham qolmadi. Onamni qancha qattiq dilini og'ritdi. Dadamdan keyin bizlarni qanday ahil, inoq qilib tarbiyalagandilar. Men uylanib ahilchiligimizdan asar ham qolmadi. Bechora onam unga qancha nasihat qildilar-a? Opa, hozir sizga bir gap aytaman, hayron qolasiz. Faqat gap o'rtamizda qolsin, xo'p? Shu mullakamni biznikiga kamroq jo'nating. Uydagi ovsinim mullakamga ja boshqacha qarayapti. Eri ko'pincha komandirovkaga ketadi-ku. Shunga ham eringizni boshini aylantirmoqchi shekilli. Voy, ishonsangiz-chi, bejizga gapirmayman-ku, o'z ko'zim bilan ko'rdimki gapiraman. Bir kun piyolada choy uzatayotganida ko'rib qoldim. Eringiz qo'ldagi piyoladan choyni olib sekin qo'lini siladi. Voy, o'li, agar ishonmasangiz ana o'zingiz ham kuzatib ko'ring. Voy, rostdan yolg'on gapirmayman-ku, o'z ko'zim bilan ko'rdim shunaqa qilganini. Tasavvur qil. Sen hali shunaqa marazmisan? Oilam, bolalarim orasidagi ahillikka kim buzyapti deb hayron edim. Hali o'sha senmi? Nimalar deyapsiz, oyijon? Noto'g'ri tushunyapsiz. Bu umuman boshqa mavzu. Dugonam bilan gaplashyapman. Men hammasini quloqlarim bilan eshitdim. Shuning uchun senga Allohim farzand bermayotgan ekan-da, a? 3ta bolang ichingda irib ketdi. 4-siga homiladorsan. Shunda ham esing kirmadimi sen ahmoqni? Tushunarli. Darrov bolamga yopishdingiz. Demak, siz doim orqamdan qarg'ab o'tirar ekansiz-da, a? O'z nabirangiz o'lsin deb gapiring. Nima? Xudo biladi, balkim issiq sovuqib kelarsiz menga, to'g'rimi? Aya, tinchlikmi? Oyizlarni qarang. Bizni ajrashishimizni xohlayaptilar. Bilasizmi hozir nima dedilar? Shu 4-homiladan ham ayrilib qoldi dedilar. O'z nabiralarini qarg'adilar. Yo'q, bolam. Yo'q. Nimaga? Unaqa emas, yolg'on gapiryapti bolam. To'ppa-to'g'ri gapiryapman. Bu bola sizning nevarangiz-ku? Sen onang emas, kecha kelgan xotiningni gapiga ishonyapsanmi, bolam? Uylanganimdan birichi ikkala uyla chiqish olmaysizlar. Uylanganimdan biri ikkala uylani olinglar dedim. Jonimga tegib ketdinglar ikkala uyla. Sen oilamga sudralib kirgan qora ilon ekansan. Seni Allohga soldim. Ilohim kosang oqarmasin. Qarg'ishing o'zingga ursin. Shum kampir. Battar bo'l.
Katta o'g'lingni chiqazib yubordim. Endi navbat o'rtanchasiga. Bu hovli faqat menga qolish kerak. Keyin seni ham dumingni tugaman. Menga yo'l yo'rig'i o'rgatayotgan onajonimga qilingchi, nima qilayotgan ekanlar? Alo, oyi, assalomu alaykum. Nima sen o'g'limni topganini yeb, sen mendan o'g'limni ayirmoqchimisan? Menchi anavi Zebo emasman, tushundingizmi? O'g'lingizniki birinchidan topgani meniki, sizniki emas. Kerak bo'lsa qaynonam urdi deb militsiyaga berib yuboraman, tushundingizmi? Insofsiz. Tushganingdan beri shu uyimni militsiyaga to'ldirib yubording-ku. Meni o'g'lim bechorani necha marotaba 15 sutkaga qamatding-ku? Bir shapaloq tushirgandan keyin qamataman-da, oyijon. Kerak bo'lsa umrbod qamatib yuboraman. Noinsof. Senga sal qattiqroq gapirib qo'ysa, tutqonlarni tutib o'zingni yerga tashlab yuborasan. Mana shunday bo'ldim sendaqa kelindan men. Mayshabga olib kelding sen. Jonimga tegib ketdingiz, oyijon. Og'zingizga qarab gapiring, tushundingizmi? Bo'ldi qil. Tinchlik bormi yo'qmi bu uyda o'zi? Yo'q, tinchlik yo'q. Oyiz o'lgandan keyin tinchlik bo'lishi mumkin. Voy, og'zingga qarab gapir, o'chir ovozingni. Eshityapsanmi? Oyiz o'lsin desam, indamasdan qarab turaverasanmi xo'chayib? Xotin quli. Eshitdingizmi, oyiz? Oy, yana tutqanoq tutdi. Oy, tilni ushlang keling. Bari, menga desa o'lib ketmaydi. Laylo, menga qara. Bo'ldi, ko'zingni ochgin bo'ldi. Qo'rqma, o'lmaydi buning. Laylo, menga qarasanchi, bo'ldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kechirasiz. Men buyurtmam tayyor bo'ldimi? Bizda har xil shirinliklar bor. Tanlasangiz. Nima kerak edi sizga aynan? Men ukamni to'yiga shirinlik buyurtma qilgandim. Ha, Lolapa aytgan mijoz siz bo'lsangiz kerak, a? Tayyor shirinligingiz hozir. Muhammad Ali. Bularni zakazlarini olib chiqing. Hozir tayyor bo'lib qoladi. Yana boshqa shirinliklar ham bor, agar xohlasangiz, olsangiz bo'ladi. Haliga Lolapa begona bo'lmaganlari uchun pulini kartadan to'lab qo'yganman. Ha, xabarim bor. Mashinangizni ochib tursangiz, hozir bolalar olib chiqib berishadi. Iloji boricha shirinlikni ushlab ketadigan odam bo'lsa yaxshi bo'lardi. Ag'anab ketsa, keyin rasvos chiqadi. Ha, jiyanim bilan kelganman, mashinada o'tiribdi. Juda ham yaxshi. Ukangiz baxtli bo'lsin. Muhammad Ali? Rahmat. Muhammad Ali? Mana, ushtayda. Ha, shu. Olib chiqib bersangiz, Muhammad Ali mashinalarga solib qo'yadilar. Keling. Men olib chiqmayman-ku. Mashinalarga solib berasiz. Mayli, rahmat. Mayli. Kelib turing, xo'p. Sog' bo'ling. Oyi, mani kechiring. Tilingizni ortib qo'ygandan beri ishim ham yurishmayapti o'zi. Voy, bolam, unaqa dema. Aslida uylanganingdan keyin hamma ishlarimiz orqaga tortib ketdi. Avvallari esingdami? Dam olish kunlari hamma aka-opalaring, nevaralarim yig'lardik. Shu yerda o'yin kulgi qilib o'tirardik. Hozir xotining hammalarni bir-biriga o'chakishtirib qarshi qilib qo'ydi. Hech kim ham kelmay qo'ydi. O'zim ham sezib turaman. Bu jinniga bir og'iz gapirib ham bo'lmaydi. Sen-ku bir ketsang komandirovkangga oylab ketasan. Men buni turqiga qarab charchadim. Biron bir ishidan bir kamchilik ko'rib aytsam bormi? Dunyoni buzib to'polon qiladi bolam. Chidab bo'lmaydi. Kamiga
Shu kunlarda mazasi bo'lmayapti. Ish qilib qornida 4-bolamiz ham olib qo'ygan bo'lmasin. Voy, xudo asrasin. Kechasi bilan isitmalab inqillab chiqqan o'zi. Aytgandek, o'zi qani ko'rinmaydi. Ertalabdan uyiga shoshib ketgan. Yaxshilik bo'lsin ish qilib. Ilohim, tinchlik bo'lsin. Bolam, hammadan ham buni himoya orderi olgani chato bo'ldi. Og'zingni ochib bir gap ayta olmaysan. Hammasiga senlar aybdorsanlar. Shu uyda umuman ro'shnolik ko'rganim yo'q. Faqat boshim g'alvadan chiqmaydi. Hey, Ha? nima bo'ldi yana? Ona bola, meni orqamdan g'iybatimni qilib o'tiribsizlarmi, ha? Zarracha qadrim yo'q, zarracha achinmaysan menga. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Sizga hech narsani farqi yo'q. 4-marotaba homlamni yo'qotdim. Homlam ichimda chirib o'lib qoldi. Sizning ishingiz ham yo'q, to'g'rimi? Qizim, lekin biz aybdor emasmiz. Hozir avvalgidek urushmayotgan bo'lsak, bunisini tinchgina dam olib uyda o'tkazayotgandingiz homiladorligingizni, bolajonim. Senlar aybdorsanlar deyapman. Siz hadeganda boshqalarni o'ylab, komandirovka yurasiz, to'g'rimi? Men bilan ishingiz ham yo'q. Nima bo'ldi qil? Jonimga tegib ketding. Menga qara. Bolani oldirganingdan keyin shifoxonada yotib davolanasan, tushundingmi? Bo'ldi, to'g'ri. Meni achinmaysiz, xo'pmi? Umuman achinmaysiz. Mana doktorlar hozir hayotiy xavfsizda dedilar. Bolam ichimda o'lib yotdi deyapman, ishingiz ham yo'q. Obor bolajonim, obor, jon bolam. Boring, bolam, boring. Bolajonim, o'zingni bos. Oldinga tush. Bo'ldi, yaxshi borib kelinglar, bolam, yaxshi borib kelinglar, xo'p? Bo'ldi, o'zingni bos, bolajonim. Ey Allohim, bolamga sabr ber. Zebo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bir daqiqaga mumkinmi sizni? Shoshib turgandim, uzr. Agar buyurtma bermoqchi bo'lsangiz, ichkarida qizlar bor. Uzr. Yo'q. Meni qizlarda emas. Sizda gapim bor edi. Jiddiy gapim bor. Tinchlikmi, nima gap? Qanday aytsam ekan? Ochiqni aytadigan bo'lsam, sizni yoqtirib qoldim. Boshingiz ochiq ayol ekansiz. Surishtirib bilibsiz, boshim ochiq ayol ekanligimni. Nima endi oilali bo'lib turib, boshimni aylantirgani keldingizmi? Bilib qo'ying, men hech qachon birovning oilasini, baxtini buzmayman. Sog' bo'ling. To'xtang, Zebo, gapimni eshiting. Zebo, siz meni oilam bor yo'qligini qayerdan bildingiz? Yoki surishtirdingizmi? Ana kuni o'zingiz aytdingiz-ku, ukamni uylantiryapman deb. Shunga shunaqa deb o'yladim. To'g'ri, uylanganman. Lekin xiyonat sabab ajrashganman. Ayolimni sevgani bo'lgan ekan. To'ydan keyin bir oy o'tmay ushlab oldim. Endi o'zingiz ayting. Xiyonatkor ayol bilan qaysi erkak yashaydi? Ajrashganmisiz? Ha, ajrashganmiz. Ajrashib bo'lsin. Hozir turmush qurayotgan 10 ta oilani 6 ta 7 tasi ajrashib ketyapti. Ha, gapirmang. Keling, Zeboxon. Shu ajrashganlar sonini bittaga kamaytirib oila quraylik. Jamiyat uchun katta ish qilar ekanmiz-da. Uzr, men bog'chaga shoshayotgandim. Turmush qurish masalasiga kelsak, men qizimni tashlab oila qurmayman. Xafa bo'lmang. Zebo, gapimni eshiting. Qizingizni tashlamaysiz. Kim aytdi sizga uni tashlaysiz deb? Men qizingizga chin otalik qilaman. Bag'rimga olaman. Mehrimni beraman. Bu narsaga oyim ham rozilar. Lekin siz meni o'tmishimni bilmaysiz. Men Lolapadan hammasini bilib bo'lganman. Lekin ular menga hech narsa demadilar. O'zim iltimos qildim ulardan. Zeboxon,
Meni iltimosimga darrov yo'q javobini bermang. Ha aytgancha, yuring, qizimiz bog'chada qolib ketmasin. Birgalikda borib olamiz. Qanaqa bo'lar ekan? Qolganini yana yo'l-yo'lakay gaplashib ketamiz. Xo'pmi? Qani, keling, mashinaga o'tiring. Lola opa, Jahongir aka menga turmushga chiqayin deb iltimos qilyaptilar. Voy, zo'r-ku. Jahongir juda ham yaxshi bola. O'qimishli, tarbiyali yigit. Onasi ham ma'nili, mehribon ayol. Lekin men uni ajrashib ketganini bilmasdim. Nima qilishga ham boshim qotdi opa. 5-6 marta uchrashdik. Qizim ham Jahongir akaga o'rganib qolyapti. Hatto men seni dadangman deydi. Shunga qizim dadamga boraman deb xarxasha qilyapti. Voy, bu yaxshi-ku Zebosh. Shuncha qiynalganing, yomon yo'llarga yurmaganing uchun taqdiri inomi bu senga. Lekin sutdan og'zi kuygan qatiqni ham puflab ichishadi deyishadi-ku opa. Shundan qo'rqyapman. Qo'y, qo'rqma. Bular senga sut emas, qatiq emas, qaymoq bular. Yo'q-e. Oilasi juda ham yaxshi oila. Jahongirning onasi juda ham bolajon ayol. Hali ko'rasan, qizing oilani malikasi bo'lib yuradi. Chunki opani nevaralarining hammasi o'g'il. Yo'q-e. Bu gapingiz bilan rozi bo'l demoqchimisiz? Ha, singlim, aboshingga baxt xushi qo'nib turibdi. Uni mahkam ushla. Yaxshi-ku-ya, lekin kollejdagi o'qishim nima bo'ladi opa? Hali yana 1 yil o'qishim kerak. Zebo, sen bularni o'ylamagin. Ularning hammasi o'qimishli oila. Hali seni ham o'qitishadi. Sen o'zi bilmasang ham kerak. Jahongir o'zi kattagina yuridik kompaniyaning rahbari. Bilarmiding, eshitdingmi? Yo'q, so'ramagandim. Hali qarab turgin, ular seni tibbiyot akademiyasida o'qitib, hali doktor qilishadi. Rahmat Lola opa. Bu baxtli kunlarimga siz tufayli erishdim. Ha, yo'q Zebo, buni hammasiga o'zingning mehnating orqali erishding. Men bir sababchiman xolos. Rahmat Lola opa. Yaxshi ham borsiz. Voy, tabriklayman qizim. Juda zo'r bo'pti. Sen baxtga loyiq qizsan. Rahmat oyijon. Dadam yaxshimilar? Hamma yaxshi. Ukangni tug'ilgan kuniga yuborgan katta torting hammaga yoqdi. Meni qo'g'irchog'im qalay, yaxshi yuribdimi? Yuribdi. Qachon buvimkiga boramiz deb xarxasha qilib yuradi. Hozir u yangi dadasini topib olgan. Ular bilan ovora. Yangi dadasi dema. Chin dadasini degin qizim. Seni xo'rlagan ering bir shallaqiga uylangan. Kunini ko'rsatyapti ularni. Dugonam uni mahallasida turadi-yu, shundan eshitib turaman. Ha endi har kim qilmishiga yarasha oladi-da oyi. To'g'ri aytasan qizim. Qishloqqa qachon kelasizlar? Jahongir aka oylari bilan sizni oldingizga meni qo'limni so'ragani borishmoqchi ekan. O'zi shunga qo'ng'iroq qilgandim. Qachon kelishsak eshigimiz ochiq qizim. Bugundan boshlab chiroyli tayyorgarlik ko'rib qo'yaman. Rahmat oyi. Biz ham qo'g'irchog'ingiz bilan yaqin kunlarda borib qolamiz. Dadamga salom ayting. Hammanglarni o'pib qolaman. Bo'pti, xo'p. Ukolingizni qilib qo'yishim kerak. Men senga ukolimni qildirmayman.
Sen payt poylab yuribsan. Hozir menga o'ldiradigan ukol qilmoqchisan-a? Seni o'ldirib gunohga botish niyatim yo'q. Shundoq ham hayot o'ldirib o'tdi seni. Burchim bo'lgani uchun kirdim. Bo'lmasam hayotda kirmagan bo'lardim yoningga. Turqiyni ko'rgan ko'zim yo'q. Ha? Bemalol xo'ja kelyapsizmi? Meni bu yerga tiqib qo'yib o'zingizga loyizni qilib yuribsizmi? Ey, jonga ham tegib ketding. Qachon kelsam itdek qopasan. To'ydirib yubording-ku odamni. Bu bilan nima demoqchisiz? Ha? Ajrashmoqchimisiz men bilan? Gapiring. Ajrashib bo'psiz. Ikki qulog'ingiz bilan eshitib oling. Mendan onsolicha qutulmaysiz, tushundingizmi? Ey, qo'lingdan kelganini qil. O'zicha ming la'nat bo'lsin senga o'tkazgan umrimga ham, tushundingmi? Sen Xudoni qahriga uchragan xotinsan. Bo'lmasam, 4 ta bolamizdan bittasini bo'lsa ham tug'arding. Essiz. Essiz senga o'tkazgan umrim, tushundingmi? Yo'q. Bir paytlar o'laman deb yurgandingiz-ku. Endi yoqmay qoldimmi? Ahmoq bo'lgan ekanman o'sha paytlar. Mana endi aqlim kirdi. Bu yoqdan chiqib, to'g'ri onangnikiga ketasan. Agar uyga borsang, oyog'ingni urib sindiraman, tushundingmi? Sen bilan ajrashaman. Nima? Ajrashaman sen bilan. Sen. Urush qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yaman senga, tushundingmi? Iflos. Alo, militsiya. Tez yetib kelmasanglar bo'lmaydi. Erim dabdala qilib urib tashadi. Qaynonam bilan birga urdi. Tez yetib kelinglar, ko'rsatib qo'yinglar bu mushtumzo'rlarga. Ha, o'sha manzil, oldingi manzil. Xo'p, kutaman. Ko'rasan endi. Nega urasan uni, ahmoq? Mana, darrov militsiya chaqirdi. Hozir kelib yana seni 15 sutkaga olib borib qamab qo'yadi, bolam. Oyjon, to'yib ketdim. Bu turishda bir urib o'ldirib qo'yib 15 yilga emas, 15 yilga ketmasam bo'ldi. Ey o'g'lim, oldin men ham unchalik qo'rqmasdim. Lekin uyimga militsiya kelaverib, yurak oldirib qo'ydim. Bezilib qoldim men ham. Hatto hozir qattiq gapira olmaydigan ham bo'lib qoldim bunga. Chakang o'tsin deb jim o'tiribman. Oyi, butunlay Rossiyaga ketaveraman. Voy, Boshqa ilojim yo'q. Menchi men, ha? Buni nima, meni boshimga balo olib tashlab ketasanmi, ha? Agar ketadigan bo'lsang, buningni yo'qotib ket. Yo ajrashib keyin ketgin. Men bu bilan qolmayman, meni toqatim yo'q. Oyi, bu ofatdan osonlikcha qutulib bo'lmaydi. Yo o'lib qutulaman, yo qochib qutulaman. Xato qildim, oyi. Chiq. Chiqmaysanmi? Ko'rsatib qo'yaman endi. Ana militsiya keldi. Chiqing oyijon siz ham. Nima o'tiribsiz? Ana.
Los. Voy bolam. Endi nima qilamiz? Xo'p. Ertaga 9larda olib kelsangiz, o'zim kutib olaman. Xo'p. Uka. Sizga maslahatim, xotiningizni psixiatrga ko'rsating. To'g'ri tushuning, biz bu yerda tinchlantiruvchi ukollar, dorilar qilyapmiz, lekin buni umuman foydasi yo'q. Aka, Xotiningizga psixiatr yordami kerak. aka. Menga endi baribir. Menga aytsa jinnixonaga berib yubormaysizlarmi? Uka. Bu nima deganingiz? Bu jinnimi bu? Xotin kerak emasmi deyman bunga. Oyijon, yaxshi o'tiribsizmi? Meni malikam, toychog'im qiynamayaptimi sizni? Nega qiynashadi bolam? Bolamni bolalari ko'p, bu shirin toylarim. Omon bo'lsin ilohim. Rahmat oyijon. Sizni yaxshi ko'raman. Men ham bolajonim. Sizlarni bergan Allohimga ming shukr. Muborak umra ziyoratiga yo'llanma olganingni kelinimga aytdingmi? Yo'q, oyijon, hali aytganim yo'q. Endi uyga borganda surpriz bo'la qolsin deyapman-da. O'zingiz aytasiz. Endi sizdan eshitgani boshqachada oyijon. Ha mayli. Unda oshni damlab sizlarni kutib o'tiramiz. Yaxshi kelinglar. Xo'p oyijon. Yaxshi o'tiring, boramiz hozir. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Voy. Kutib qolmadingizmi? Yo'q, o'zingcha yaxshi kelib oldingmi? Sizni ko'p gapiradigan gapingiz to'g'ri ekan. Kim nima qilsa albatta o'sha uchun javobim. Rosa charchadim bugun. Ko'rinib turibdi. Bilaman, charchagansan. Lekin uyga borganimizda onajonim aytadigan xushxabar butun charchoqlaringni chiqarib yuboradi. Qanaqa xushxabar? Endi sir bo'la qolsin. Bo'lmasam tezroq uyga bora qolaylik-a? Ketdikmi? Hozir boramiz. Surprizni o'zlaridan eshitasan.